Çay Rishtisi programmasını Şinjan Sehirlik Gül Xalqaro Savdo-Cheklik şirketi tajdorligini olgan. Şinjan Arfina Savdo-Cheklik şirketi alayda qo'llagan. Şinjan Canan Pan-Texnika Cheklik şirketi alayda talab qilgan. Ana tabiatning so'g'isi bo'lgan go'zal chiroyingiz bilan gul yuzlik badaningizni har vaqt asrab, go'zalligingizni uzoqqa saqlab qolgangiz bilan. Navbaharda echilgan nozik gullarning yumra barglarida qanday sehrning borligini bilmasligingiz mumkin. Ammo sehrli gul mahsulotlarini ishlatgandan keyin ruxsaringizni aks etgan go'zallikka hayron bo'lmay turolmaysiz. Sehrli gul yurishlik mahsulotlari. Arfina markasidagi odamga yuz chapliq talqini va mehrga yuz chapliq talqini yuz teringizni tigi-tigidan suzildirib tozalab, danuqrak, dog', saptin qatorliqlarni yo'qotib, sizga yoshlik bahori ato qiladi. Rahmat. Bir talg'ina sehrli gul tosh ustida ichildi. Onun xushbo'y hidlari choyxonaga chechildi. Tog' yarishqi sehrli gul, yoz yarishqi mehrli gul. Salam choyxonaga qadam tashrif qilgan aziz mehmonlar, ekran oldidagi suyimli do'stlar, choychi do'stinglar, Savirdan imomdan sizlarga mehrli illiq salom. Şinjan Sehrli Gül tajdorligidagi Çay Rishtisi programmamizning 2 bölümünün tunji soni orqali har qaysinglar bilan didorlashganimdan intayin xo'shalman. Shuning bilan birga Çay Rishtisi programmamizni Şinjan Arfina Savdo-Cheklik şirketi alayda qo'lladi. Hamda Canan Pan-Texnika Cheklik şirketi alayda talab qildi. Cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Biz bir piyola choy bahonasida dillarni dillarga bog'lash yuzasidan mana shu go'zal Choy Rishtisi programmamizni alayda ta'sis qildik. Shunmi Shavkatga? Undaq. Kene mehmonlar, bugun shu choy bahonasida nayt undan jam bo'lib qoldik. Shu bir piyola esil choy ichgash, karxonchilarimizniki, japakash karxonchilarimizniki mahsulotlarni tetig'ash, fikr almashtirgash, birdan o'zaro kulgash, xo'shal o'tamaymizmi? Güzel, rahmat. Çay söhbeti banasida yeni uçurlarga ega bo'laylik deb Çay Rishtisi programmasini hazırladik mana. Rahmat. Mana shunday go'zal arzu istaklar bilan choy sahnimiz yana qayta mehmonlar bilan, ko'rganlar bilan yuz ko'rishdi. Bundan aytib qo'shalmiz. Xo'sh, undaq bo'lsa mehmonlarimiz, bugun shu choyxonamizga alayda qimmatli vaqtini ajratib kelgan bizning suyimli san'atkorlarimiz va aziz mehmonlarimizni qisqagina bir tanishtirib o'tsam. Oldi bilan tanishtirganim bizning suyimli san'atkorimiz, ataqliq naqshchi, muzikant, kompozitor, usta san'atkorimiz Eminjon Yusuf aka. Xo'sh kelibsiz. Qarshi olamiz. Shuning bilan birga yana bizning choyxonamizga alayda qadam tashrif qilgan bizning ustoz chaqchaqchimiz, dangliq chaqchaqchimiz, chaqchaqchilarningki ustozi bo'lgan Shavkat Jumash akamiz alayda qadam tashrif qildi. Qarshi olamiz aka. Rahmat, qadam tashrif qilibsiz. Rahmat. Xo'sh, yana bizning choyxonamizga qadam tashrif qilgan aziz mehmonlarimizdan bizning moda naqshchimiz, o'ziningki esil shoq naqshlari bilan yoshlarimizga ta'sir qo'zg'agan naqshchimiz Gülmira Turg'un, xo'sh kelibsiz singlim. Xo'sh kelibsiz. Shuning bilan birga shu bizning choyxonamizning qiziqchisi aytilayotgan yosh talantli chaqchaqchi Javlon Ro'zi Mamat. Xo'sh kelibsiz. Bugun xo'sh kelibsiz deb seni qarshi qo'ydim. Bundan keyin xo'sh kelaversang-ku. Davomli turdi, esil. Hamda bizning shu choyxonamizning bugungidek go'zal holati barpo bo'lishiga alayda kuch qo'shgan Sehrli Gül şirketiningki qurg'uvchilaridan bo'lgan Oblikim apandi bilan Hurgul xonim, xo'sh kelibsiz. Ondan sonra yana choyxonamizni to'ldirib o'tirayotgan aziz mehmonlarimiz mana shu go'zal xonimimiz bo'lgan Sehrli Gül şirketiningki hamkorlashuvchilari, shuning bilan birga
birga mengayotgan xodimlar, sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat sizlarga. Yana bugungi bizningki shu ikkinchi qarorliq, tunji qitimliq shu bizning choyxonamizningki ichilishiga kelgan, yana shu choyxonamizni alayda qo'llagan shirkat Arfina savdo cheklik shirkatining qurg'uvchisi Arzigul xonim, xush kelibsiz. Hem şundaqla özünün mana şundaq güzel, chiroyli farfor qochquchilar bilan bizningki choyxonamizningki dasturxonlarini avat qilib kelayotgan, alayda talab qilgan o'rin bo'lsa, yana shu Canan Pentexnik cheklik shirkatininki qurg'uvchilaridan Mavlon apandi bilan Maryamnisa xonim. Qizg'in qarshi olamiz sizlarni. Rahmat. Bugungi choyxonamizningki tunji ichilish pardasini texmo dag'dug'liq bir boshlash uchun alayda kuch qo'shish uchun kelgan, ya'ni G'o'ljidan kelgan bizning san'atkorlarimizga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. Xush kelibsizlar, rahmat sizlarga. Rahmat. Unda bo'lsa mehmonlarimiz choylog'i boqqash, shu mazlarga tekkash, ancha-muncha bizningki shu seyrlik bilan tunishqash, çaylarımızı işkeş, köngüllik olturuşunlarını ümit kılımen. Eğer bununla mı kanmadı, başka nesi boldu desenler, bana şu Özkan şirketininki qaq sularını mı aldanlarına tızıp koyduk. Halıqınlarını işlep, halıqança yep, gap sözlerge aralışıp, köngüllik olturup, bugünkü şu çay sahnemizni nayeti yuqur kayfiyatda davamlaştırışımızı bir töküp koysanlar, çin köngülümüzden minnettar bo'lgan bo'lardik. Rahmat sizlarga mehmonlar. Emisi yine ustazlar çay içinler gelinler kurup kalmışsın. Şavket Ganlar çay kıpray. Kanadı sizler. İşkiliz Canan'ın keyken. Hoş. Demek ki canım siz mi çay içeceksiniz? Sevirden. Hoş. Çaylarını içtik bakalım. Mimallah olamı tanışıp çıktık. Bunda bir ne var, nakşlarından bir keltirmem sebebi anlamaydım abi. Ben ustazlar bayadım. Ben şu çiğimle koysam bulamı ki deymek ha. Bizim kuruk burada G'o'ljidan kelgan nakşlarımız var. Ya aşla bir orulab bersin. Buldu. Mehmonlarimiz mı jiroq yaqindan qadam tashrif qildi. Ha degan dilimiz ustozlarni, mehmonlarni ish qilib ketmay. Men endi shu bizning shu choy sahnimiz tariflangan bir naqshi bor. Shu naqshi bilan mehmonlarning ko'nglini olsam, anadagi barliq mehmonlarimiz bir o'zini qo'yib etsa. Rahmat. Bo'lam do'stlar. Bo'ladi, ustozlarning ham mehmonlarning talabini o'rinlash men uchun sharaf. Çay Rishtisi programmasini Şinjang Sehrlik Gül Xalqaro savdo cheklik shirkati tajidorligini olgan. Şinjang Arfina savdo cheklik shirkati alayda qo'llagan. Şinjang Canan Pentexnika cheklik shirkati alayda talab qilgan. Ana tabiatning so'g'isi bo'lgan go'zal chiroyingiz bilan gul yuzlik badaningizni har vaqt asrab, go'zalligingizni uzoqqa saqlab qolgangiz bor. Navbaharda echilgan nozik gullarning yumran barglarida qandaq sehrning borligini bilmasligingiz mumkin. Ammo sehrli gul mahsulotlarini ishlatgandan keyin ruxsaringizni aks etgan go'zallikka hayron bo'lmay turolmaysiz. Sehrli gul yurishlik mahsulotlari. Arfina markasidagi Odamgiya yuz chaplik talqini va Mehrgiya yuz chaplik talqini yuz teringizni tigi-tigidan suzildirib tozalab, danuqrak, dog', saptun qatorliqlarni yo'qotib, sizga yoshlik bahori ato qiladi. Çay üstüde el buluşkan, külke çakçak meşrep bilen usul oynap çay tutuşkan. Kanca yıllar öttü ketti, çay içtiğimiz davam tehi. Kelin mihman, kelin yana, meslihat var yeni. Çay sahnesi, cem sahnesi, ilim irfan hem sahnesi. Dostlar bilen kelin davam, özgeçe köy hem sahnesi.
yıllar öttü ketdi çayrıştığımız davam tehi kelin mihman kelin yana maslahat var yeni yeni çay sahnesi cem sahnesi ilm irfan hem sahnesi dostlar bilen kelin davam o'zgacha kuy hem sahnesi çay sahnesi cem sahnesi ilm irfan hem sahnesi dostlar bilen kelin davam o'zgacha kuy hem sahnesi sahnesi, cem sahnesi, ilm irfan hem sahnesi, dostlar bilen kelin davam o'zgacha kuy hem sahnesi, çay sahnesi, cem sahnesi, ilm irfan hem sahnesi, dostlar bilen kelin davam o'zgacha kuy hem sahnesi. Aşkına, vallahi çay içkeş oturunlar ha. Çay içkeş oturunlar. Severdeydim. Hoş, aka. Şunda çıraylık naksan itip şunda bir hoş kıldığımız ne? Rahmet aka, rahmet. Hem de meyedim o çay riştisi programısınınki tajdarlıkını, sihirli gül şirketi tajdarlıkını tuzgalı edip anlayın. Şunda aka. Hem de bundan azırak bir düşüncelerini Ha. çöndürüp ötemse, Düşündüm ya aka. çöndürüp koyamsa, şunu Endi- bir hıpaksak deyim ben. Bo'ldi aka, sizning demoqchi bo'lganingiz ham shu tajdorligini olgan sehrli gul shirkatininki ancha-muncha bir mahsulotlari Şunak. ham shirkat haqida azroq bo'lsa tushunchaga ega bo'ladi demoqchi Shunday, aka siz. shunday. Aqcha mehmonlarningmi talabi shunday bo'lishi mumkin. Aziz mehmonlar, shu sehrli gul shirkatininki qurg'uvchilarimi O'rgul xonim, Abdukim apandilar o'ltiribdi. Mushlarning o'zining og'zidan olsak yaxshimikin deyman. Mayli, onun tegimi yaxshi bo'ladi. Qani, marhamat. Salam, Çay Riştisi programımızdaki barlıq ustazlar, söyümlük aziz mehmanlar, Şinjan Seyirlikil Soçay şirketininki barlıq vakaletçileri, ekran aldıki körürmenler. Ben Şinjan Seyirlikil Soçay şirket kurgucusu Örgül Hanım'dan sizlerge otluk salamlar olsun. Şinjan Seyirlikil Soçay şirketi 2018 yılı 12. ayda kurulgan bulup, dastlabki ismi Şinjan Ayparizat Soçay şirketi bilan kurulgan. Keyin 2019 yılı mening o'qish bitirish sababi tufaylidan Qashqar viloyatining Pusgam nayisiga o'tgandim. Qashqar viloyatining Pusgam nayisiga o'tgandan keyin Ayparizat Soçay şirketini Seyirlik Gul Soçay şirketiga o'zgartdim. Hamda shu tariqatda Xotanninki Gumi nayisida Aqsu'ninki Kelpin nayisida tarmoq şirketlerini kurdum. Hazır mushu kurluğa tarmoq şirketini qurish planını qıvatlimiz. Bu mushu 2-3 oygacha amalga ishib, amallashmavdi. Şirketimizniki tarmoq şirketlerimi kundan kunga zo'rayyapti. Gumudagi tarmoq şirket 2022 yılı Xotan viloyat bo'yicha 6 kuchli korxonaning ichiga kirib, meni mushu hükümetin 8 günlük çanşağa terbiyeleşik evetdi. Partiya hükümetimizden yaş siyasetler aslında bizge nurgulgan yaş siyasetlerini kanat yoydurup bizde korxonchilarniki algı ilgirilişige tutkulik rol qıpadi. Muşu bizimki mesulatlar dastlabda qurilgan bir xil mesulatdan hozirgidek 16 xil mesulatga ko'paydi. Mesulatning sifati bo'lsin, hozirgacha mush xalqninki yaxshi ishlatishiga muyassar bo'lib kelyapti. Bizimki vakolatchilarmi burunqa qaraganda hozir nurg'unlagan vakolatchilarni yetishtirib mush qo'shin aygish mingyapmiz. Ishonmanki, Şinjan Seyirlikil Soçay şirketininki taraqqiyoti bundan keyin tiximi cho'ng bo'ldi. Inovatda tiximi yuqori bir baltaq ko'tarilib mangdi. Mana yaxshi. 4 mingdek vakolatchi bor yerda nurg'un iste'molchi bor degan gapda. To'g'ri. Şunak. Ayt esil, yaxshi. Endi shu 6 kuchli korxonchininki birisiga kiribdi aka.
Shundoq. Bu endi qaysi shu mahsulot savdo tarafdan kirganmidi yoki shu odam o'zining kuchiga qarata kirganmidi deyman. Dadanga qarata 6 kuchli korxona ichiga kirdi. Sizning chiqar tarafdan kirgandik. Ondaq şirkətə besivilib kirkətdi bu. Mahsulotning unumi qayil qilg'achqa, shu hammamiz yoqtirib ishlab, ishlatib degandek. Oruq tushmayibsin ekan ya, ma vakolatchimizning bo'lib ketgan musha. Şirkətə istak batdi bu bola. Ha. Oruqlab hozir mana. Bu masha kirib ishta qolib ketdimi? Yo'q, olti ojiz komandadan shekil. Kim kechkin sağız olsak bangiz ekan bu. Şahsanchilik chiqmaydiganchi. Seyrlik guldan cheyinishib o'riqlab ishta olib ketdi. Hozir meyvalarini tangyap, Meyvlarni tangyap. bir tallı xasını to'ydi bag'inam. Aşınımı iğri kili deb yemeydi ketib. Hem yeme cumam yo'qolib ketdi qolishdi. Bir kechada o'zing yo'q kostyumin qiyqasa. O'sha ishni batlab qilib yuribmiz-da. Qachaq kudishib, azadamda o'tiringlar. To'g'ri. Ha, Shavkat ustoz. Xo'sh. Mana Canan çenelerini kikema akımız, lobunu ken. Mettekılık zatoşidigan maşayda da kalkşa deptim ben bakımız. Kar kastımdan mehnat paydı dikemez bu. Yaxşı akımız hem de akisi. Canan çenelerinin. Muşlar sizden mi? İçiden şehirger çıkmaydı kaldı. Telfonlarını orundayım edip çıkıp kalsa deyip. İçiden siz mi? Hem içiden kır çıkır iken de. Neyimiz yani? Da kadam. Abdülkem. Apsule oynap bağcı kırık adamda götürüp. Valla mimik kılvatı da saraqladı. Saraqladı böyle çayxanaga akib ekanmi? Çayni içkizirim. Çayni içkirib, ishga jo'nat yo'q, o'rdak. Örgü loben. Ama mana. Lobenlarning Loben Plus deb qo'yamiz bu. Loben Plus. Loben Plus Pro Max degan emi. Pro. Ablikimmi jeri cho'nka deb qiziqib qolganmiz. Sen sememeçimi? Sen semezsen işkanla bir ömür kucaklaşamaymış el. Hem deyim eke degendir kekmeden ekip. Da ayrılı boyda etti içkisi. Hatta köyünün masa kütüdü de. Mış şu hesapka ene avu. Da berip kan şundalı asa emez bu. Ve emez bu öne. Ha avu hesapka ake. Avu. Ve yüzünün dadısını ki tapanmay. Bana. Da berip unum asa kanı. Bu memez. Ve bu memez ko. Ene karıya derek. Mayaktan apam yıkılap geldi. Avu mavu hesapka mavu mokum mavu. Vay kandan diyeyim ama yüzünün dadısını ki tapanmay. Bana. Dep terik şundal berip kanı asa bu memez kendine ki. Qaraytib, opla, ene qarıya qaş, apam mayaktan yıkılap geldi. Akam mı yedi? Avu hesapka, ene mokum aşağı mokum. Avu dese, hey, senin dadan yutup gitti mi, tükep gitti mi dedi. Bak, haqdan turmuşunu birdim desek olmayken de, özünün bəxti yemdi. Bir adımız 3 qıtım toyqıb qopdu. Bəxti de 3. qıtım. Tuncu yıldışımı tayaqçı, 2. yıldışımı tayaqçı, 3. yıldış bir isil elmi akımızdaki, şuna öğütüp gitip alsa, bir momayı kep kusap qaptı. Qançınç turmuş kızım dese, vay moma set oldu qarang. 3. Boldu, bəxtiniz tapsınız boldu. Tuncu yıldışınızın ismi nemeti? Oblikimdi. Oblikimden. 2. yıldışınız çöz. Vay canım moma. 2. qıtıma Urayım kamның oğlu Oblikimki tekken men. Onun Oblikim. Sen 3. çöma 3. qıtımdaki şey. Sen 3.'nin ismi mi Oblikim? Oblikim la meni turmuşum. Saylık bulmay. Hodis hodap ketipti. Elik kız bola hayran bo'lib, "Hodaysiz go, canım kızım. O'xshash ismliqlar tekka yaxshi. Payqula jölüp qasızım chanmaydi ekan degidek." Oblikim ne deydi de? Şoň örgül Dikkat qilib qo'ying ana. Oblikim deb juma. Da ustozni bir damlamdi. Bo'pti, bir fikrimde pakay. He. Endi bizning aqlchilar to'liroq odamlarning laqamlarini deb turib chaqchaq qilamiz emasmi? Aparatning laqami Baji, Parat Baji deb bilishlarmi? Parat Baji deb tanmaydi. Va bu da uzkan bu paqa saqlayamapti bu.
Şevket Akabı'da fakat saklayamadı be. Dağır içsem mi saklayamadı be. Kanda dağır içten sabda düglek dağır var ki işkentim deydi. Düglek dağır içmem de 4 yıllık dağır var şunu içsen. Sen neymiş deydi. Düglek dağır bunun da inip çıkıdı dedi. Kalıntı? Bazı tamahını çıkıyordum bolcu bu. Mezavut da kodu tamak diyeyim. İşte nasıl yüzde Şevket geldi derse okşamagan tamakında deydi. Okşamagan tamak igensin çıkıp gitti. Valla isile. Neydi yaxşı paranglar bolundu, yaxşı çakçaklar. Yumurlar boldu, Şevket'e rahmet. Cavlan edim sana mı köp rahmet. Evet. Bayaqı temamızga qaytib kelsak, mana bugün Seyrlik Gül şirketi qurg'uvchisi bo'lgan, ya'ni Hörgül xonim bak yaxshi o'zining şirketini ayt qisqa qilib tanishtirib berdi. Endi shuning bilan birga shu Seyrlik Gül şirketi bugungi shu bizning huzurliq shu programmamiz bo'lgan choy rishchisi programmamizning tojdorligini ilishidagi sababmi shu. Nima deganda shu choyxonaninki tojdorligini ilish orqali o'zining kuchli bo'lgan tashviqotini namoyon qilish. Shuning bilan birga madaniyat san'at ishlarimizni qo'llash, adabiyot san'atni qo'llash. Shuning bilan birga o'zining tashviqoti orqali texmi hozir 6 kuchli shu korxonchilarning ichiga kirgan bo'lsa, texmi tirishib, balkim davlatimizdagi eng kuchli korxonchilarning ichiga kirish mumkin. Shu tariqada hamda Seyrlik Gül şirketining qurg'uvchisi bo'lgan Shu Hörgül xonimdan so'raydiganimiz endi bundan keyin yana qandaq nishonlarni ko'ngliga pukdi. Shuning bilan birga hozirgi shu mahsulotlarningki qandaq turlari bor, ya'ni shu ayollar mahsulotlarimi, erlar ishlatadigan masalan yoki o'rtaq ishlatadigan turmush buyumlarimi deganga o'xshash turda qisqagina bir qat tushuntirib bersa, bizga texnik aniq bo'lgan bo'ladi ham ko'rilmalarimizmi texnik yaxshi tushunchaga ega bo'ladi deb qarayman. Bo'lamdi xonim? Bizning Şinjan Seyrlik Gül Soçay şirketi asosliqi turmush buyum bilan hozir mengib kelyapti. Bizning soha hozir sog'lomlik sohasiga kirdik. Hamda girim buyum sohasiga amlatin kiryapmiz. Bizningki mayli kundalik turmushningki buyumlar bo'lsin, mayli girim buyumlarning bo'lsin, mayli sog'lomlikning bo'lsin, unum bilan elni moyil qilib, hamda shu sotgan vakolatchilarning xaridor oldida yuzini yo'riqqiganlik uchun hozirgacha vakolatchilar bo'lsin, mayli mening bo'lsin, hammasi keynimizdan meng'atdi. Hamda bizning mollarning bahsi boshqa shirkatga qaraganda alohida arzon, lekin uning sifati intayin yuqori. Gerçi men paydan azroq olsam, lekin mening keynimdan meng'atgan vakolatchilik paydan o'tnib birib, shular mangsa, meng paydasi bor. Men shu yo'nalishda ketib boraman. Endi bundan keyingi taraqqiyot bo'lsa, texmi shu Seyrlik Gülni butun Şinjanga, Jungoga, jumladan dunyoga tuntish. Mushu mening keynimdan meng'atgan vakolatchilarni ashlarning mayli kirim jihatdan bo'lsin, o'zini tonish jihatdan bo'lsin, boshqa jihatlarningki texmi bir baltaq yuqori keltirib, mushu shirkatning obrazini texmi tiklash. Bundan keyingi nishonimiz bo'lsa, mushu turmush buyumlarining masalan, yana nurg'unlagan biz mahsulotlarni hozir yasalyapti. Shu mahsulotlarni texmi Şinjan bozorida o't qilib setish, mushu 11-oyda mushu Şinjan Seyrlik Gül Soçay shirkatininki 4 yillik xotirasini sayyor qilish planini tuzib qo'ydik. Yaxshi. Rahmat singlim. Mahsulotlarni undan tafsili tushuntirib qo'ydingiz. Buningizga texmi tirishing. Rahmat aka, sizga ko'p rahmat. Aşındas mehmanlarımız, paranglarımızmı şunda kızıp bop olsun, nağmı navalarımız mı açımcı bop olsun, şirket doğrusu paranglaşkaş, nakşlarımızın nakşlarını anlagaş, otlasak çay teximiz sınam eke deymi aka? Rast. Bayit oluşturgan eşergin kip kaldı. Gülmire Turgan sınlım mı, isim nakşları baş yok, nakşları. Da olsa Gülmire Turgan sınlımızdan ki isim nakşların birini tanışap bakamdık. Merhamet. Aldı bilen muşu çayxanda o'ltirgan barcha aziz urug' tuqqanlarga, mehmonlarga, shundaqla ustoz san'atkorlarga, ekran oldidagi suyimlik aziz qarindoshlarga, hammalarga Gulmira Turg'undan mehrlik salom.
Mişada dostum Örgül'ün işlerinin texmi oңuşluq hem utuqluq buluşunu karxançılarımızdan yani vakalatçılarımızdan sodasının gül bulup muşu seherlik gül soda şekli şirketinin bizden Şinjan'da emas, Cungo'da emas bütün dünyada dank qazanışını çünkü olimda ümit qılma Ahmet ve Uftuq men sizlerge yer bolsun. Muşundaq güzel sorunğa çoxum bizden usulluk naqşlarımız bilen usulluk meşreplerimiz kerek dep oyuldım. Şoňlaşqa Mişada bir bugünkü sorunun hürmeti Seherlik Gül Soda Şekli şirketinin neticesinin hürmeti gelmemiz birlikte Uygurca usullarımızga usulga düşken bolsak dep oyuldum. Qani aziz mehmanlarımız Uygurca usullaryma rahmat. Allah rahmat unda olsa. Tatınmay özüňlarni koyup ötüp. Cuma? Kayfiyatyňlarni bogwanmaňlar. Çimende gün boyunu görüp kaldım ayda dey. İki dağ arası da çimende gün boyunu görüp kaldım ayda dey. Etmağan almaydı çimende gün vay ben sana kuyup kaldım ayda dey. Etmağan almaydı çimende gün vay ben sana kuyup kaldım ayda dey. Dergi dök kandağıydı yarın benden çikimiz amrağıydı. Dergi dök kandağıydı yarın benden çikimiz amrağıydı. Vay bir mellide çumbullar ayda dey. Akşenekke çay koysan dola kaynap ders geldi. Gönlümdeki şu yarim beni taşlap ne ketti. Gönlümdeki şu yarim beni taşlap ne ketti. Aldırımda desep, keynimde desep şemuşeni arlayman. İş canımızı şu yarimni izleymen. İş canımızı şu yarimni izleymen. Bir gına kirey deymen, şorap olmuşsun deymen. Bir gına kirey deymen, şorap olmuşsun deymen. Hoşlap mı gidey deymen, ual olmuşsun deymen. Hoşlap mı gidey deymen, ual olmuşsun deymen. Atkıcan micazım babaraydı sen madarın yok. Atkıcan micazım babaraydı sen madarın yok. Alnının tayakımı abinin tayakımı. Alnının tayakımı abinin tayakımı. Hiçe bulsa uyka yok yarın işte yakımı. Hiçe bulsa uyka yok yarın işte yakımı.
Rahmat, sana mesil naqshlarınızı o'rlab berdingiz, kayfiyatni ko'tarib o'tdingizmi? Rahmat. Sardinka. Menga shu çayxonada barcha ko'pchiliklar bilan bilinayt ko'ngillik o'ltig'im batdi, biroq safarga chiqadigan bo'lib qoldim. Shunlashqa mush çay ahlidan, ustozlardan sizdan bir ruxsat so'rsam. Ruxsat berasizlarmi? Voy, bo'ldi. Bu degan çayxon bo'lsa, keladi mehmonlar ketadi degandek bu çayxonninki hamda xarakterimi shundaq. Bo'ladi, ukam safaringiz ko'ngillik bo'lsin. Ma'qul, rahmat. Rahmat, çayxonamiz nayt qizibyotdi, paranglarimiz nayt yaxshi bo'yotdi. Yanadagi ustoz san'atkorlarning, alnamachi san'atkorlarninki esil nomerlarini anglaymiz deki. Shungacha bo'lgan arliqda hörgül singlim, unda bo'lsa bayatdan men bir çayxonaga kelgan aziz mehmonlar, yana shu sizninki hamkorlashuvchilaringiz, siz bilan birga mengayotgan yordamchi shunaqla vakolatchilar shundaqqa unda qolgandan keyin mushlar bilan qisqagina ham tanishish hem şirket haqida bularninki yana hozir qanday xizmatlar bilan shug'ullanyapti degan o'sha shirkat to'g'risida, mahsulot to'g'risida o'ziniki bir tushunchalar bilan anglab baqqan bo'lsak. Qanday dedim çayxona ahli? Marhamat bo'lsa. Men Şinjan Seyrlikgül şirketining bosh shirkat boshqaruvchisi Padigul xonim bo'laman. Rahmat. Men bir oila ayolidim. Men mush Hörgül singlimniki nevrachisi bo'laman. Men mush shirkatda izchil tirishayotgan 3 yil bo'ldi. Men eng başdan nöldən tatib, muşu sitishdan tatib başlagan. Başda mahsulotlar bek jiq bo'lgandan keyin qanday sataman deganni o'yladim. Ondan keyin men o'zim ishlatib unumini ko'rgandan keyin atrofimdagilarning qo'llashiga erishdim. Ondan keyin o'zimga bir ishonchim oshdi, oilamdagilarning qo'llashiga erishdim. Iqtisod kirimimni yuqori ko'tardim. Mush natijamni ko'rgandan keyin singlim bir singillik majburiyati bilan emas, bir yetakchi majburiyati bilan liderlik majburiyati bilan shirkatga kirib meni har taraflardan ana shirkatning o'z oldiga qilgan peshullarga qatnashtirib har jihatlardan meni o'zi bir qo'lliq qattiq qo'lliq bilan o'z bir qo'lliq yetishtirib mush yerga keldi. Oxirsida vakolatchilarninki yetakchilarning qo'llash asosida mush singlimninki mush liderimninki qo'llash asosida mush cho'ng bir shirkatninki boshqaruvchisi o'rniga chiqdim. Mushu jarayonda mush meni tarbiyalagan, mush kunga erishtirgan mush Hörgül liderimga mush Hörgül singlimga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Rahmat singlim. Hamda mush shirkatniki mahsulotlarining ham unumlilik boshqalarninki qarshi elishiga erishgan deyman. Hamda mush singlimninki tinning salomat umrining uzun bo'lishiga tilashlik bildiraman. Rahmat. Yaxshimizlar, men Şinjan Seyrlikgül Sovet cheklik shirkati Xotin tarmoq shirkatining shirkat xodimi ham bosh vakolatchisi Voyshem. Men bir yil burun tasoddifiy fursatda Seyrlikgül mahsulotlari bilan uchrashib qoldim. O'zim ishlatgandan keyin haqiqatan unumini ko'rib, vakolatchi bo'ldim. Vakolatchi bo'lgandan keyin nurg'ulg'a vakolatchilarni mengab ularni bir setish gruppasi qurdim. Bu shirkat ishlagan biri mahsulotimiz 16 xildan oshdi hozir. Bu mahsulotlarimiz bizning Şinjan xalqining emas, boshqa qarindosh millatlarning yoqtirib ishlatishga muyassar bo'lib, nurg'un yaxshi baholarga erishdi, nurg'un xaridorlarimizni o'ziga jalb qildi. Meni mushundaq bir yaxshi natijalarga erishtirgan Hörgül xonimga, Abdulkimjonga cho'nqur rahmatimni bildiraman, minnatdorligimni bildiraman. Rahmat siz. Nurg'un jihatlarni meni bilimga ega qilib, mushundaq bir sorunni hozirlab berdingiz. Ishlarimiz tixmi o'ngishli bo'lsin. Seyrlikgül Sovet cheklik shirkati kun-kunga taraqqiy qilib, markamiz butun dunyoga tanilishini umid qilaman. Rahmat. Mahsulotlarning unumini mushu xonim qizlar bek ko'rgan o'xshaydi qirg'anda. Shu erlardimi ko'rgan, chiroy shu bir munch qizlarning ichida bir er bor ekan, endi shu Abdulkimjonma, Shundoq. Abdulkim bek ko'rgan chiroy menimcha o'g'anda. Shu Abdulkimninki bir ta'siratini anglamasak, mening raskab obatni yaxshi shunda ta'siratini anglagim kelib boradi. Abdulkimni bir anglaydi, marhamat. Salam shu chayrishchi programmasiga barliq ustozlar. Salam şu ekran aldıkya barlıq görünmələr, hamılarına şu vaxtınlar xeyirlik olsun. Mən Seyrlikgül Sovet cheklik şirketininki baş vakolatchisi Abdulkimdan hammalarına sığınışlıq salam olsun. Bu şirketga 2020-yil kirgan. Bu tor sodisi olsun yoki amaliy soda olsun, bu soda ayol deb ayrilmaydi. Ayol bo'lsin, mayli er bo'lsin, hamkorlik o'zaro ishonish, o'zaro hamkorlik bo'lgan. Yaxshi natijalarni yaratqili bo'ladi. Shunga bundan keyin vakolatchilarninki tiximi tirishib, ham tiximi ro'naq tepishni
Seherlik Gül Soda Çeklik şirketininki bütün cemiyetke ve dünyaya taraf xalqqa yaxshi bo'lgan sharoitlarni yaratib berishini için ko'nglimdan umid qilaman. Salam ko'pchilik, salam ekran oldida ko'rganlar. Seherlik Gül şirketininki baş vakolatchisi Maryam Guldan sizlarga o'ttiq salomlar bo'lsin. Şirketimizningki qurg'uvchisi Örgül Hanım bir qo'sh umrlik faoliyatida bir faoliyat o'rinlashtirib ekan. Bu faoliyatni o'rinlashtirganda bir yaqinim shunda bir faoliyat bor ekan, bir qatnashib ko'rib baqsaq degandan keyin men qatnashishni xohlamadim. Qanday deganda men yılandan qo'rqib ketgan odam arg'amchini ko'zimi ko'zga yılan ko'rinib ketdi deganga o'xshash shirkat vakolatchilik desa men bir xil to'yinib ketgancha men shu Hörgül liderimiz bilan tanishgandan keyin gap boshqaga ketib qoldi. Men shu so'rinda uchrashgan bo'ldik, maslahatlarni bir qator tanishtirdi. Men oldida bir qitim aldinib ketgan bo'lg'ashqa ishonmadimcha bu shirkatninki maslahatlarga ham liderga ishonmadim. Bir qator shirkatni tanishtirgandan keyin men maslahatni bir daha setib olib, akirib ketib ishlatib ko'rib boqib, anandan keyin shu shirkatni tanishtirgan gap so'zlarni anglab o'kirib sal o'ylanib qoldimcha. Endi bu bir noldan boshlab baqay, yiqilgan yerimdan bir turib baqay. Hammadan o'xshash bo'lmagan degan bir boshlab baqay degan o'y bilan maslahatni ishlatib vaqtdan o'zimni yoqtirdim, bolalarimni yoqtirib qoldi. Hafta o'tgandan keyin paranglashib men bu shirkatniki vakolatchi ekirib o'zim taraqqiy qilib oxirsida hamkorlashib ikkimiz baş vakolatchilik o'rniga chiqdim. Yana hozir mushundaq ekranning oldiga chiqib sizlardek ko'rgan, biz asli televizorlarda ko'rgan ustozlar bilan tanishib, sizlarni ko'rishga muyassar bo'ldim. Yana xalqimiz ko'radigan mushundaq ekranlarga chiqib sizlashga muyassar bo'ldim. Bizga mushundaq xushalliqlarni, mushu fursatlarni yetkazgan Hörgül xonimga ko'pdan ko'p minnatdorligimni bildiraman. Rahmat, ko'p ronaqdib ketding. Sizlarga ko'p rahmat. Severdinka vakolatchilarniki yurak so'zlarini angladik. To'g'ri. Ustozlar, elnag'ma chaqalarimni taqvab turdi hozir. Hamidkam, Furqatkam, Muharram inem, Shuhrat Obulakam kelibdi. Mushlarning bir paysini anglagan bo'lsa qandaq? Shavkatga qanday qilamiz? Shunday qilaydi. Marhamat. Salam, çay rejisi programımızdaki barcha aziz mehmonlarimiz ekran oldida ko'rmalar hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Biz G'o'jidan kelgan san'atchilar barcha azizlarimizning hurmatiga bir ishki naqsh o'rinlagan bo'lsak, yaxshi ko'rib anglashinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Ismaydı ko'nglimda g'avg'a ko'z nurimni sana atashgan Ismaydı ko'nglimda g'avg'a ko'z nurimni sana atashgan Jamalingni ko'rsam bu asna Nis bulsun sana qaraşqa Nis bulsun sana qaraşqa Jamalingni ko'rsam bu asna Nis bulsun sana qaraşqa Nis bulsun sana qaraşqa Ko'rsatmasang zibollig'ingni taqtim yo'q endi chidashqa Ko'rsatmasang zibollig'ingni
yig'lab berib haykel tirashgan yig'lab berib haykel tirashgan haykelingni yastay dedim yig'lab berib haykel tirashgan 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 Huzurunlarda bo'layotgani Seyrlik Gül şirketi tajdorligidagi Afina şirketi alayda qo'llagan, Canan şirketi alayda talab qilgan Çay Rishtisi programmasi. Programmamizning bosh tajdorligini Şinjan Seyrlik Gül Savdo cheklik şirketi alayda ustiga olgan. Shuning bilan birga Afina Savdo cheklik şirketi programmamizni alayda qo'lladi. Canan Pantexnik cheklik şirketi programmamizni alayda talab qildi. Shuning bilan birga mo'tabarlarimiz va riyosatchilarimizning kiyimini 1000 yil savdo cheklik şirketi kiyim-kechaklar bilan ta'minladi va o'rinlarga alayda minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Çay Rishtisi programmasini Şinjan Sehrlik Gül Xalqaro savdo cheklik şirketi tajdorligini olgan. Şinjan Arfina savdo cheklik şirketi alayda qo'llagan. Şinjan Canan Pantexnika cheklik şirketi alayda talab qilgan. Ana tabiatning so'g'isi bo'lgan go'zal chiroyingiz bilan gul yuzlik badaningizni har vaqt asrab, go'zalligingizni uzoqqa saqlab qolingiz barin. Navbaharda echilgan nozik gullarning yumran barglarida qanday sehrning borligini bilmasligingiz mumkin. Ammo sehrli gul mahsulotlarini ishlatgandan keyin ruxsaringizni aks etgan go'zallikka hayron bo'lmay tura olmaysiz. Sehrli gul yurishlik mahsulotlari. Rahmat. Bugün şu programımızdaki yani Çay Rishtisi programımızdan ikinci bölümünün yani birinci sani Sehrlik Gül şirketi to'g'risida bo'lindi. Şunun bilan birga aziz mehmonlarimizning kayfiyati intayin yaxshi bo'lib, yaxshi mazmundagi paranglar bo'lindi, ham yaxshi naqshlar bo'lindi. Şunun bilan birga kulki chaqchaqlar ham şu şirket haqida yaxshi tushunchalar bo'lindi. Bundan nayt suyunib turibmiz. Bugün endi vaqt munosabati bilan şu ba'zi bir sharoitlar to'g'ri kelmay qilib Nicat Niyaz Mötüber akımızınki hizmet sebebi bilen çayxanamızga qatnashamay qoldi. Ammo o'zininki o'z o'rnini çayxana ahliga va ekran oldidagi ko'rganlarimizga alayda salomini yo'llabdi. Bu salomini qabul qilamiz shundaqmi? Rahmat. Do'stlar, yaxshimisizlar? Çay Rishtisi programmasining o'ngishliq suratga ilinganligini qizg'in tabriklayman. Men xizmat munosabati bilan Xotanda bo'lib qolganligim uchun naq maydonga berib programmaga qatnashamay qoldim. Buningdan keyingi sonlarda men cho'qim programmaga qatnashib tomoshabinlar uchun bir kishilik xizmatimni qilaman. Xo'sh, unda o'z mehmonlarimiz bugun Sehrlik Gül şirketi to'g'risida yaxshi tushunchalarga ega bo'ldik. Sehrlik Gül şirketi o'zining tirishchanligi bilanla bu natijalarga erishib qolmay yana nurg'un jafo mushaqqatlarni va qiyinchiliklarni beshidan o'tkazgandan keyin tadqiqot bilan bozor egallash bilan, bozor kuzatish bilan, mahsulotlarni izchil tadqiq qilish bilan, ham shundaqla savdo ehtiyojini bayqash orqali hozir qanday natijalarga erishdi deb qaraymiz. Albatta bir shirkatningki taraqqiy qilib, ma'lum natijaga erishkichi bo'lgan orliqlardan nurg'un hikoyalar bo'ladi. Bugungi programmamizda bu hikoyalar so'zlanmagan bo'lsa-mu, ammo uning natijasi so'zlandi. Biz mayli shirkatlarningki yaxshi mahsulotlari bo'lsin, shirkatningki egalarininki tatliq ve açık-chuchuk hikoyalari bo'lsin, ham shundaqla bozor ichish taktikalari bo'lsin, ham savdo fursatlari bo'lsin. Mana shunday programmamiz orqali Choy Rishtisida rishtimizni bog'lab turib, o'z mikrimiz orqali shu mikrimizni bir piyola choyga singdirish orqali keng xalqimizga
ko'rinmalarimizga yaxshi uchurlarni beralaymiz. Shuning bilan birga savdo fursatlarini beralaymiz. Agar mana bu shunday yaxshi ishonchli shirkatlar bilan bilinmaydigan ham shundaqlar mahsulotlarni o'zimiz iste'mol qilib boqadigan, ham shuning bilan birga savdo fursatlarimizni tutadigan hamda savdo engimizni texnik yetildirish uchun to'xtamay tirishadigan ideyrimiz bo'lsa, sehrli gulga o'xshash shirkatlarni o'zimizga tutqi qilib, ham ularningki izini besib, ham ular bilan tushunish hosil qilib, o'zimizning yo'lini cho'qim to'g'ri yo'lda yetaklab mang'alasak, bizga savdo fursatlari kam emas deb qarayman. Shunga Shinjongning har qaysi joylaridagi aziz mehmonlarimizning choy rishtisimizdagi mo'l mazmunlar bilan xabardor bo'lgash, mana bu shunday ish izlari ma'lum bir joyga yetgan, ma'lum bir natijalarni yaratgan shunday shirkatlarning ish izlarini bilish orqali o'zimizdagi yaxshi iqtidorlarimizni joriy qildira olsak, mana bu shunday shirkatlar sizlar uchun har vaqt fursat berdi deb qaraymiz. Bugungi programmamiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Kelgan mehmonlarimizning muborak qadimiga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. Kelarki sondagi mazmunlarimiz texmi sarxil. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Qancha yillar o'tdi ketdi, choy ichishimiz davom tehi. Keling mehmon, keling yana, maslahat bor yeni. Choy sahnesi, jam sahnesi, ilm irfon ham sahnesi.